Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlarga muhim bir voqea to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Tasavvur qiling, siz shifokorga borasiz, ishonasiz chunki boshqa tanlovingiz yo'q. Endi tasavvur qiling, shu ishonch kimdir uchun daromad manbai bo'lsa-chi. Siz unga bemor emas, pul manbai bo'lib ko'rinsangizchi, bunda dodingizni kimga aytasiz? Bugun sizlarga AQShdagi tibbiyot sohasidagi fosh etilgan eng katta firibgarlik to'g'risida aytib beraman. Ya'ni shunaqa voqea yuz berdi. Va buni diqqat bilan oxirigacha eshiting, chunki bunday ma'lumotlar bizlar uchun juda ham muhimdir. Amerika Qo'shma Shtatlarida FBI degan tashkilot bor. Ya'ni bu federal qidiruv bo'limi hisoblanadi. Mana shunaqangi departamenti bor va bu bir qancha jinoyatlarni ochib beradi. Ya'ni FBI federal va shtat rasmiylariga ushbu firibgarliklarni tergov qilishda yordam bermoqda bugungi kunda. Tergovchilarga ko'ra, firibgarlar sog'lom odamlarni hospis dasturlariga jalb qilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida hospis degan shunaqa xizmat ko'rsatish tizimi bor. Bu yerda ya'ni hayotining oxirgi bosqichidagi bemorlar uchun xizmat ko'rsatadigan tizim bu. Ya'ni masalan onkologik kasalliklarga uchragan bo'lsa va u umrining oxirgi paytini o'tayotgan bo'lsa, mana shunday joylarda ular o'zlariga tegishli xizmatlarni oladi. So'ngra rekruterlar yoki korrupsiyaga aralashgan shifokorlar soliq to'lovchilar mablag'larida millionlab dollarlarni o'zlashtirishgan. 2026-yil 18-mart Teksas shtati Houston shahri 2,5 milliard dollar pora bilan 31 nafar politsiya xodimi allaqachon fosh etilgan. Yana 61 nafari tergov ostida. Bu qonundan yashiringan jinoyatchilar emas edi. Bu qonunni sotayotgan tizim edi. AQSh ichida hech qachon bo'lmasligi kerak bo'lgan sharmandali holat yuz bergan. 90 soniyadan kam vaqt ichida FBI va maxsus xizmatlar sobiq Somali politsiya komissariga tegishli 14,700,000 dollarlik saroyga bostirib kirdi. Bu yerda nishonlar pul kabi savdoga qo'yilgan edi. Tergovlar o'chirib tashlangan. Operatsiyalar boshlanishidan oldin bunday ma'lumotlar yopilgan. Bu oddiy korrupsiya emas edi. Bu tizimli xiyonat edi. Va o'sha uy ichida topilgan narsalar kutilganidan ham xavfliroq haqiqatni ochib bergan. Los-Anjeles hududida faoliyat yuritgan shaxslar turli xil sog'liqni saqlash firibgarliklari bilan shug'ullangan. Jumladan soxta hospis markazlarini boshqargan, ya'ni shunaqangi markazlarni ochib, uni boshqarib borgan. Janubiy Kaliforniyaning eng boy hududlaridagi tinchlik bir zumda yo'qoldi. Chunki 200 dan ortiq federal agentlar 35 ta hashamatli uylarga reyd o'tkazdi. Bu oddiy operatsiya emas edi. Ya'ni bu Operation Bitter Pill nomli keng ko'lamli operatsiyaning eng yuqori nuqtasi bo'lgan. Nishonda oddiy jinoyatchilar emas, balki litsenziyaga ega bo'lgan tibbiyot xodimlari bo'lgan. Tong otguncha FBI 35 nafar shifokor va hamshiralardan iborat jinoiy tarmoqni fosh qilishgan. Ular AQSh sog'liqni saqlash tizimidan 500 million dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirishgan. Ya'ni mana shu jinoyatchilar, ya'ni tibbiyot sohasidagi jinoyatchilar 500 million dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirib olishgan. Ular qurol ishlatmagan, ular tizim va hujjatlardan foydalanishgan. Los-Anjeles, Orange va Riverside hududlarida maxsus guruhlar sukutda harakat qilib, dalillarni o'chirishdan oldin qo'lga kiritdi.
Glendale shahridagi soxta billing kompaniyasida, ya'ni billing kompaniyasi bu mana shu pullarni undirib olish, u yoki bu tomonga pul o'tkazish bilan shug'ullanadigan, ya'ni bemorlar uchun kerakli to'lovlarni u tizimdan bu tizimga o'tkazish yo'llari bilan ham shug'ullanadigan kompaniya. Mana shu kompaniyada tergovchilar haqiqiy hisob-kitob fabrikasini topishgan. Bu joy davolash emas, balki davlat byudjetidan pul chiqarish uchun ishlatilgan. Dalillarga ko'ra, ushbu tarmoq har 24 soatda 1 milliondan oshiq, ya'ni $1 million ortiq soxta Medicare talablarini yuborgan. Medicare degani bu salomatlik sug'urtasi, ya'ni bu qariyalarga beriladigan, yoshi kattalarga, pensiyaga chiqqanlarga beriladigan shunaqangi salomatlik yoki soliq sug'urtasi hisoblanadi. Mana shundan foydalanib ular pul ishlashgan. Ular uchun hayotning oxirgi bosqichini xizmatlari oddiy daromad manbaiga aylantirilgan edi. AQShda hospis tizimi faqat eng og'ir bemorlar uchun mo'ljallangan xizmat ko'rsatish tizimi hisoblanadi. Ammo prokurorlarning aytishicha, bu tizim foyda uchun buzilgan. Ya'ni bu tizimni buzishgan. Bir markazda terminal bemorlar, ya'ni hayotining oxirgi kunini yashayotgan bemorlarning 92% 3 yildan ortiq vaqt davomida ro'yxatda turgan. Bunday bo'lishi mumkin emas edi. Bu odamlar aslida sog'lom yoki faol keksalar bo'lishgan. Ko'pchilik o'zining davlat bazasida og'ir kasal sifatida ro'yxatga olinganini ham bilishmagan. Rekruterlar kambag'al hududlarga borib, bepul vitamin yoki xizmatlar taklif qilib, odamlarning ma'lumotlarini yig'ishgan. Har bir jalb qilingan bemor uchun pul berishgan. Shifokorlar esa bunday insonlarni tekshirmasdan soxta tashxis qo'yishgan. Shundan so'ng tizim kuniga $800–1500 miqdorida pul chiqarishni boshlagan. Ammo bu faqat boshlanishi edi. Ya'ni tintuvlar davomida yashirin pullar, hisob-kitob daftarlari va xalqaro aloqalar topilgan. $500 million faqat hashamat uchun ishlatilmagan, balki katta yashirin tizimni moliyalashtirish uchun ham ishlatilgan. Bu shifokorlar oddiy firibgar emas edi. Ular murakkab jinoiy tarmoqning moliyaviy asosi bo'lishgan. Pul yuvish tizimi orqali noqonuniy mablag'lar toza pulga aylantirilgan. Hatto giyohvand moddalar savdosi bilan bog'liq aloqalar ham aniqlangan. Tibbiyot infratuzilmasi, transport, omborlar noqonuniy yuklarni tashishda ishlatilgan. Eng qo'rqinchlisi, bemorlar daromadga qarab baholangan. Davolanishga muhtojlar chetga surilgan, ya'ni chetda qoldirilgan. Foydali bemorlar esa tizimda ushlab turilgan. Bu yerda foydali bemorlar kimlar bo'lgan? Masalan, o'sha sug'urtasiga o'z vaqtida pullar to'langan, yaxshi pullar to'langan, o'z vaqtida to'lab borilgan bo'lsa, ularning daromadi yuqori bo'lgan bo'lsa, demak mana shu bemorlarni ushlab qolib, ulardan doimiy ravishda foydalanib, o'sha Medicare'dan pul undirib kelishgan. Bu tizimda haqiqiy davolash deyarli umuman bo'lmagan. FBI 150 dan ortiq bank hisoblarini muzlatgan, lekin millionlab dollarlar allaqachon yashiringan. Ya'ni yashirin tizimlarga o'tkazilgan. Bu faqat firibgarlik emas edi, bu global jinoiy tarmoqning bir qismi bo'lgan. Natijada eng katta zarar bu yerda pul emas, eng katta zarar ishonchning yo'qolishi. Endi minglab odamlar uchun hospis xizmati, ya'ni so'zi tinchlik emas, balki jinoyat bilan bog'lanadi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida juda ham og'ir hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida bitta ishonchning yo'qolishi bu juda ham katta gap va unga hech qachon ishonilmaydi. Bu ish hali tugamagan, yangi tekshiruvlar davom etmoqda. Bu voqea shuni ko'rsatadiki, eng xavfli jinoyatchilar ham har doim ham niqob taqavermas ekan. Ba'zan ular oq xalat kiyib, shifokor bo'lib o'tirishlari ham mumkin ekan. Eng xavfli narsa pul yo'qotilishi emas. Bu yerda eng xavfli narsa o'sha xalqning ushbu tizimga bo'lgan ishonchining yo'qolishida. Bu voqea AQShda bo'ldi, ya'ni AQShda yuz berdi. Lekin savol tug'iladi. Bunday tizim boshqa joyda ham bo'lishi mumkinmi? Javoblaringizni izohlarda qoldiring, albatta o'qib chiqaman. Mening kanalimga a'zo bo'ling, chunki
Keyingi ko'rsatuvda bundan-da muhim bo'lgan videoni ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.